Bugün ulug' bir kunni nishonlayapmiz. 4-sinf o'quvchilarimiz boshlang'ich ta'lim bilan xayrlashyaptilar. Mana hammamiz guvoh bo'lib turibmiz. Bu o'quvchilarni hamkasbimiz Nasibaxon har tomonlama kamol yetuk qilib tarbiyalabdi. Hamvatanni sevishni, ota-onani sevishni, ustozlarni hurmat qilishni, dunyoviy bilimlarni o'rgatgan. Shuning bilan birgalikda diniy bilimlarni ham ularni qalbiga jo qilgan. Bularni o'rgatish uchun Nasibaxondan juda katta mehnat sarf bo'lgan. Mana shunday o'quvchilarni yanada ko'proq tarbiyalab yuqori sinfga chiqarib berishida Nasibaxonga va boshlang'ich ta'lim o'qituvchilariga kuch-quvvat, salomatlik tilab qolaman. Yuqori sinf o'qituvchilari nomidan bir guruh qizlarimiz o'ynab berishadi hamda mehmonimiz Nasibaxonga taklif qilamiz.
oldayım